Ramazonning fazilatlaridan to'liq bahramand bo'lish uchun qaysi 3 ta amalga qattiq bel bog'lashni tavsiya qilasiz? Tafakkur, istig'for va tilovat Qur'on. Ya'ni tafakkur har amalni tepasida turadigan, unga ruh bag'ishlaydigan amal hisoblanadi. Hadis-i shariflarda, Qur'on oyatlarida insonni tafakkur yuritishlikka chorlov ko'p. Oyatlar bor, hadislar bor. Undan tashqari mashoyixlarimiz, ustozlar, bu ummatning yaxshilari doim shogirdlarini tafakkurga chorlashgan. Insonni ruhini sayqallash, uni ruhiyatini takomuliga, ya'ni bir go'zal holatga keltirish uchun tafakkurning o'rni juda beqiyos hisoblanadi.